Алмата, с нами на связи Бехруз Исроилов. Давайте поприветствуем его. Бехруз, поздравляем с победой. Пару слов, твои эмоции, твои ощущения после боя. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Bu bo'yiga juda yaxshi tayyorgarlik ko'rdik. Oktagonligiga alohida rahmat. Butun Osiyo, butun dunyoga sportchilarni o'zini ko'tarishiga, karyerasini qurishiga, bekorchi qanaqadir qonunga ziyod ishlamasdan bayroq ko'tarish, hayot uchun kurashish, noto'g'ri ishlardan ozod bo'lishga yo'l ochib beryapti. To'g'risini aytganimda bu jangga men 60% tayyor edim. Men formada emasdim, kardiyom yo'q edi, lekin men ko'p muddat urishmadim. Sababi men ishlayman, ham ishlab oilamni boqaman. Men o'zimga vazn mo'jizasi yarata olmadim tez urishgani. Men bu yerda sport yursam, oilam och qolsa, men o'zimga o'ylab ko'rmayman. O'shaning uchun jangga tayyor bo'lmasam ham oldim. Alloh menga g'alabani berdi. Ustozim Jasur Alijonovni xursand qilish uchun men qo'limdan kelgan hammasini qilaman. Chunki men umuman hech qaysi sportga bormaganman. Sportga bormasdan turib, o'zimni mahallamda shularni qo'liga keldim. Meni go'dayligimdan biladilar, shu paytgacha olib keldilar. Jasur akam yuzlariga tabassum ulashganimdan xursandman. Oldingi jamoadoshlarim ham juda kuchli bolalar, lekin